Dadam juda jiddiy inson edilar. Hech qachon ko'p gapirmas, ortiqcha maqtanmas edilar. Lekin ularning peshonasidan oqqan har bir ter tomchisi oilasini qanchalik qattiq sevishini isbotlab turardi. Dadam o'z orzular haqida deyarli gapirmasdi. Ular faqat bizning orzularimiz haqida o'ylardi. Shu orzular ushalishi uchun mehnat qilardi. Menga ko'p narsani va'da qilmaganlar, lekin ularning hali hammasi zo'r bo'ladi, bolam, degan so'zlari o'zi kelajagimning poydevori bo'ldi. Dadamning ko'zlari ko'p narsani anglatardi. Charchoqdan qizargan bo'lsa ham uyga kirib bizni ko'rgan zahotda ko'zlari yonib ketardi. O'sha nigohda mehr ham bor edi, mas'uliyat ham, sukutdagi katta orzular ham. Dadam zamonaviy inson bo'lmadilar. Qimmat kiyim kiymadilar, hashamatli mashina minmadilar. Lekin har bir qadamlar bilan nafaqat bizning kelajagimizni, balki orzularimizni ham shakllantirdilar. Bugun men erishgan har bir yutuq ularning mehnati, har bir muvaffaqiyatim ularning duosi samarasi. Mening dadam, mening birinchi qahramonim, Allohdan keyingi eng katta tayanchim. Ey Robbim, dadamni tez kunda o'z baytingga chaqir. Biz uchun qilgan mehnatlari va chekkan zahmatlari evaziga ularni muqaddas dargohingda aziz qil. O'z baytingda ularga xizmat qilish, duolarini olish baxti va sharafini menga ham ato et.